Yana bir bor assalomu alaykum. Yaqinlarim. Hozir kechagina natijani ko'rsataman. Kelganimda bitta oldim kichkinacha. Keyin yana 3 tami 4 tami oldim. Hozir ko'rsataman. Sirpanchiq sal. Shunday bo'lsa ham ko'rsataman hozir. Mayda-yu, lekin bo'ladi. Skоворodkaga yaraydi. Normalni. Mana 4 ta sazancha, bitta selyotka qo'shildi orasiga. Lekin zo'r, zeriktirgan yo'q. Xudo xolasa kuni bilan bironasi ushlarmiz.